1 daqiqa vaqt. Erkek kishi ginekolog bo'lishiga qanaqa qaraysiz? Noto'g'ri bu. Xo'p, nima uchun? Erkak kishi erkak ishini qilishi kerak, ayollarning ishi bu. Ginekolog ishlatish normal holat qilsa bo'ladi. Misol uchun to'g'riqlay kirib yursa, shu tarafda qarash mumkin. Endi musulmon tarafda qarasangiz, to'g'ri kelmaydi. Meditsina sifatida qarasangiz, qilsa bo'ladi. Misol uchun endi deylik, tasavvur qilib ko'ring. Ayolingiz favqulodda vaziyatda. Hozirroq jarrohlik xizmatini ko'rsatish kerak. Lekin shu joyda faqatgina erkak ginekolog bor. Nima qilardingiz? Narsa noto'g'ri baribir. Ayol kishining avratini ko'rish erkak kishining ishi emas. Tez tibbiy yordam bo'limida ishlayman. Xonadonlarga kirganimizda qarshilik bo'ladi. Ularni ham to'g'ri tushunamiz, lekin men qarshilik qilmasdim. Chunki o'zimiz kirganimizda ham og'ir holatlarda birinchi yordam ko'rsatamiz desak, qarshilik bo'ladi. Lekin majburmiz. Ahvol og'ir holatda bo'lgan bo'lsa, ko'rsatib kerak deb o'ylayman. Chunki uning vazifasi shu ishni bajarish. Endi boshqa iloj bo'lmasa, ham xatoda u narsa. Ayolingiz mana xafosida joni. O'lgani yaxshiroq. Erkak shifokor ayol bemorni ko'rsa bu noto'g'ri, lekin ayol shifokor erkak bemorni ko'rsa bu to'g'ri. Qachongacha biz tibbiyotdan T harfini bilmaydigan, qanaqadir bir o'tlar bilan insonlarni davolashga harakat qilgan insonlarni biz ko'klarga ko'taramiz, lekin 7 yil, 10 yil, 13 yil, 15 yil umrini tibbiyotda, sog'lig'ini tibbiyotda bag'ishlagan shifokorni aytganini qilmasdan o'sha har xil o'tlar bilan davolanib, lekin yordam bermagandan so'ng og'ir ahvolda borib, yomon bo'lib qolganda shifokorni ayblaymiz. Qachongacha?